Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun biz Ellipse Technology kompaniyasi xodimlari sizlarning e'tiboringizga Ellipse SR01 elektron taxometrini import hamda eksport funksiyalaridan foydalanishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun elektron taxometrimizga USB portiga USB fleshkamiz o'rnatilgan. Menu tugmasi orqali Данный punktiga kiramiz. 6-punkt. Mana ko'rib turibsizlar ekranimizda 5-punktda eksport hamda 6-punktda import funksiyalari turibdi. Birinchi navbatda eksportni ko'rib chiqamiz. 5-punkt. Birinchi punktni tanlaymiz. USB fleshka orqali eksport qilinishi. Birinchi punkt. Bu yerda biz открыть tugmasini bossak, elektron taxometrimizning xotirasidagi proyektlar chiqadi. Qaysi proyekt bizga kerak bo'lsa, o'sha proyektni tanlab, OK tugmasini bosamiz. Mana ekranimizning yuqori qismida faylda proyekt nomi turadi. Fayl degan joyga tushsak, Ellipse text degan расширениеda turibdi. Tip degan joyda koordinata turibdi. Biz o'zgartirsak bo'ladi. Seri данный. Bu ya'ni o'lchangan nuqtalarni graduslari, ko'rinishida ham ma'lumotlarni olsak bo'ladi. DXF formatda AutoCADga tushadigan formatimiz. Agar biz syomkamiz jarayonida kodlardan foydalangan bo'lsak, kod funksiyasi orqali tipga kodni tanlab turib eksport qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir koordinatani tanlaymiz hamda formatga o'zimizga kerakli formatni qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Bosh ko'rinishni qoldiraman men hamda OK tugmasini bosaman. Eksport amalga oshirildi. Nazar tugmasini bosamiz. Import bo'limiga kiraman. Xuddi shu nuqtalarni import qilamiz endi. 6-punktga kiraman. Открыть tugmasini bosib, fleshkadagi TXT faylni ko'rishimiz mumkin mana. OK tugmasini bosib, shu TXT faylni mana ekranimizga chiqarib oldik. Tipni xuddi shu TXT faylimizning tipi qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'sha ko'rinishga keltirib olamiz. Hamda formatni ham shu ko'rinishga keltirib olamiz. OK tugmasini bossak, o'sha ochiq turgan proyektimizga saqlanib bo'lgan nuqtalarimiz. Buni tekshirish maqsadida birinchi navbatda biz proyekt ochib olamiz, boshqa proyekt ochib olamiz. Misol uchun shu proyektga import qilib ko'ramiz nuqtalarni. Proyektimiz ochiq. Import punktiga kiraman. Открыть tugmasi orqali faylimizni tanlab turib, tip hamda formatni to'g'rilab turib, OK tugmasini bosamiz. Bizdan proyektni so'raydi, qaysi proyektga import qilishimizni. Men mana shu oxiridagi proyektni tanlab turib, OK tugmasini bosaman. Proyektimizga import qilindi nuqtalar. Buni ko'rishimiz uchun xuddi shu данный punktidan koordinatani tanlaymiz, 3-chini. Shu proyektimizni ochamiz, OK. Mana elektron taxometrimizning xotirasiga import qilingan nuqtalar. Bularni ko'rib olsak bo'ladi, koordinatalarni bemalol info tugmasini bosish orqali. Shu ko'rinishda elektron taxometrimizning xotirasidagi nuqtalar eksport qilinishi hamda import qilinishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.